Gulxon hech ishdan hech ish yo'q tayoq yenidan g'azabi kelib, bu xotinga o'zini bir ko'zitib qo'ymoq bo'lib, o'rnida ming bir tasdiq turib edi. O'ylamag'an yerdan Turaqon uning qo'rsqig'iga birini tepdi. Gulxon ochiq birini chiyqirab yerga go'ppada yiqildi. Uning ikki putining orliqidan sho'qirab issiq suyuqlik eqib tushdi. Buni ko'rgan Turaqon oliqzodi bo'lib, nemiqlarni bilolmay qoldi. Va oldi-keyniga qaramasdan quyrug'ini xoda qildi. Gulxon o'shiga kelganda o'zini doktorxonaning oppoq kirdik selingan pokis karoti ustida ko'rdi. Beg'ishida osmokul suyuqligi tomchi tushib turadi. U o'zining qandoqsiga bu yerga qachon kimlar tarafidan elib kelinganligini bilolmay o'ngmiq turib qoldi. U yotoq ichiga hayron bo'lib qarab turgan chog'da eshik ochilib, qopig'idan muz yog'dirib Komil kirib keldi. Uning usti-beshi yanada shundoq razgi, vayron edi. Gulxon uningga gap qilg'icha Komil boqirab, jaqirab ketdi. Men seni xili tuzuk ayolmikin desam, asli sen bir zaharxanda, buzuq xotinkansan. Qarab turib ikki balani uyga sulab qo'yganni oz deb, bechora opamni urib nima qilding? Ha? Nima qilding? Hey, shu og'riqchan ayolni urib, yuz ko'zlarini ko'kartib, beshini yerbatgudak u sana nima qildi? Ha? Digida. To'y qilg'ili 2 yil bo'lmay turib, opamni, balalarni bunda xo'rlasang, ati ugun mening beshimga chiqamsan nima? Eng yaxshisi ko'zimdan yo'qol. Sendek buzuq bilan bir kunmi o'y tutqim yo'q mening. Tayyorni yeb yotganni oz deb, texa opamning oldida doktorxonaga kelib yetib olib, meni asli vaslimdan ayirmoqchimiding? Quba! Hozirning o'zida nega yo'qolsang shu yerga yo'qol. Ikkinchi ko'zimga ko'ringichi bo'lma. Komil, siz nima deyapsiz a? Men onamga qo'l sapdimanmi? Nemishqa oq bilan qorni farqlantirib, ishning sababini aniq so'ramaysiz. Ma'qul, men ketay. Men joq qo'ydim sizdan. Avval opangizni chaqirib keling. Kim kimga qo'l sapdi, kim kimga zulm qilib qo'yishini bir bilib olay. Ondan saqchiqoniga berib dilo ma'lum qilib bo'lib, nega kelsam shu yerga ketaman. Xotirjam bo'ling. Men erga tegmay, hayvonga tegibdiman, hayvonga. Komil Gulxonning saqchiqoniga berib, dilo ma'lum qilmoqchi bo'lgan gapini anglab, chiroyi tatirib ketdi. Navoda Gulxon saqchiqoniga borsa, o'zining qimor o'ynaydiganligi pash bo'lib qilib, turimda yetishidan qo'rqib, sal pastgo'yga tushdi. U otdan tushsimi o'zangidan tushmay, Gulxonga chakchiyib qarab turib, qo'lini uning ko'ziga tiqib o'tadiganday qilib tovladi. Agar saqchiqoniga boradigan bo'lsang, put qo'lingni chiqib, ko'gilkingni ko'rsataman. Yelimi sen nokas bilan to'y qilib, mushkunga qolding. Bo'pti. Meni qara bosgan bo'lsin. Ashu ishki balaga hafta 10 kun bo'lsin qarab berginingdan, shundaqla qo'rsqondagi ma'u balaning yuzini qilay. Avval doktorxonada 1-2 kun yetib, ozroq asliga kelib ol. Ondan sen bilan ayrim hisoblashaman. Komil Gulxonning javobini kutmasdanla yotoqning ishkini pang'ida yapganicha sirtqa chiqib ketdi. Gulxon doktorxonada 3 kun yotdi. Taliga qo'rsqidagi balaga xavf yetmagan edi. Bu 3 kunda qiynanisi tugul Komilning qarisini ko'midi. U oshkuni chiqib ketgancha yana ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Yelimi yaxshi uning yanida uzuk sotgan puldan ozroq bor edi. U mush pulning hammasini doktorxonaga o'tkazib, eg'ir tenini so'rab uyga qaytib keldi-yu, oylinib tushgili tasli qoldi. Bo'ylida bir muncha odamlar kirib chiqib yuradi. Gulxon nim bo'lganligini bilolmay mangdab turibli qoldi. Shu asnoda qiynonisi uy ichidan chiqib, Gulxonni ko'rish bilan tang ovozini bo'lishiga qo'yib o'tib, uningga hayvi bilan yupirilib keldi. Bu qotil! Nevramning beshiga chiqqan qotil! Nevramni to'la! Sen qonjuq nevramni uyga tashlab qo'yib, ha? Uyga solab qo'yib. Nevrlarim bilan koring bo'lmay, nelarni
güldek tozup kettin bu nevrem. Gulxon dong etib turibli qoldi. U nemish bo'lganligini anqirib bo'lmayla yuziga necha qachat tegdi. Chochlari yo'lindi. O'yli ichida turganlardan bir qanchasi tengirqab birdan turgandan keyin esiga kelgandek bo'lib, Gulxonni uning qo'lidan ajratdi. Angacha eshik oldida soqchi mashinasi paydo bo'lib, mashinadan 3 soqchi tushdi. Ular o'ylarga kirgandan keyin texichi chalvaqab, yuzini mo'rlab, chochlarini chuvib, barliq ovozni ishq silib yig'layotgan Turaxonning oldiga keldi. Nemish bo'ldi? Delo ma'lum qilgan qaysinglar? So'ridi o'tir bo'y, bastalik, ko'zlari burkutnikidek o'tkir, oqsiriq kelgan bir arsoqchi Turaxonga savol nazarda qarab. Voy soqchi bolam, men endi qandoq qilay? Bu jondan to'ydim. Bek to'ydim. Sizlarga men telefon qilg'izgan. Mahu qarniyat xotin navr qizimni qaslab o'ldirib qo'yibdi emasmi? Voy men qandoq qilay? Shu bechora qizimga chidamayli qoldim-ku men. Voy bechora bolam. On gulining biri yechilmay turib, qancha vaqtida to'zib ketgan bolam. Bundaq bularni bilgan bo'lsam, shu bechora navramni bu kelgunda buzuqqa tashlab bermas edim-ku. Voy jinim navram. Bundaq ish soqchi bolam. Hay. Gap so'zga diqqat qiling. O'zingizni tutinglar. Siz avval bizga nemish bo'lganligini tafsilida bering. Biz atrofli tekshirib ko'rib, ondan bu deloga yekin chiqaramiz. Qani, oldirmay, o'zingizni tutib, bo'lgan ishlarni bizga tafsilida bering. Turaxon yig'isini to'xtatib, bir soqchiga ondan Gulxonga qarab qo'yib, eg'iz ochdi. Men navr qizimni bu kelinimning qishig'i qo'yib bir ish bilan qo'shni mahallaga ketgan. O yerda 2 kun turib qoldim daga. Qopig'im tatib, yuragim yig'ib, o yerda zada xotirjam o'tiramay. Bugun tushga yaqin o'dilib uyga kelsam, ma kelinim degan qorniyat navr qizimni bo'g'ib o'ldirib qo'yib, darvozaning teshini taqab qo'yib, buzuqchilik qilib ketibdi. Men ming bir jafoda uyga kirsam, bechora davra. Gulxon shundala Kamilaga bir ish bo'lganligini bilgandek bo'lib, uy ichiga o'zini atmoqchi bo'lib edi, yana bir soqchi uning belikidan tutib oldi. To'xta, nega borsiz? Qarab turib ko'z oldimizdan qochmoqchimi? Yo'q, men qizimni ko'raman. Men uni ko'migili 3 kun bo'ldi. Bugun palnisdan chiqishim, qaynonam meni o'rib aylantirib o'tganda balalar mushu uyda qolgan. Yaxshi niyatli qo'shnilar meni doktorxonaga olib boribdi. Men jiddiy qutqizish orqali o'zim va bolamning hayoti saqlab qilindi. Rostgapni qilsam, men bu 3 kunda nima ish bo'lganligini bilmayman. Men bu o'gay qizimning qandaqsiga o'lib ketganligini teg'imi bilmayman. Shunga men uyga berib, u qizni o'z ko'zim bilan bir ko'ray. Soqchi, men rostli gunohsiz. Men rostli aytishdan xabarsiz. Balalar 3 kunning oldida sog' salomat qolgan. Sizlar chuqur modda tekshiringlar. Bu yerda bir ish paydo qiladi. Agar men haqiqatan jinoyatchi bo'lsam, men har qanday jazoga tortilishga, qonunning qandoqligi bir taraf qilishiga rozi. Tuzkor buzuq. Qiladiganni qilib bo'lib, jinoyatingdan tinolmoqchimisan? Barliq dalil isbot to'liq tursa, sen yana nimaga tilingni chaydaysan? Acaba jinoyatingni yushirib, boshqalar tuhmat qilib o'g'il qilmoqchimisan? Men kimga o'g'il qilibman? Ana, yurgingizni silab biqib gap qiling. Kimga o'g'il qilyotdi? Soqchixonaga borsak, ammish aydon bo'ladi-ku. Voy. Meni baramam degan deb qolganmidim. Barsam badim. Qo'saqning og'rig'i bo'lmasa, tavuz ishdan kim qo'qibdi? Bo'ldi, talashmanglar. Amsi biz bilan soqchixonaga berib, ishning haqiqiy jarayonini bizga deb xotir qoldirishimizga moslashinglar. Aras, balning dadisichi. U qani? Bayiqi o'tir bo'yliq soqchi u ikkisining jadaldan beshi og'rib, ularning gapidan orilib, Komilni so'radi. Balaning dadisi? Ha.
Balaning dadisi sirtqi xizmat ishi bilan komandirovkaga chiqib ketgan. Turaxon Gulxonning gapini tatib oldi. U Gulxonning o'g'lining ishini oshkorlab qo'yishidan ansirgan edi. Ha, shunaqmi? Bo'pti amsa. Jasur, siz hozirli qonun doktoriga telefon qilib o'tib, Maynur bilan naq maydonni tekshirib ko'ringlar. Agar bolaning badanida benormal o'zgarish bo'lsa, darhol idoraga telefon qilinglar. U gapini deb bo'lib, Turaxon bilan Gulxonni elib soqchixonaga ketdi. O'yladiki bir top kishilar bularga ajablangan holda qarab turibli qilishdi. Ular soqchixonaga elib kelingandan keyin ayrim-ayrim so'roq qilinib, ahvol egilandi. Gulxon qon yomg'ir yig'lab turib, o'zining beshidan o'tgan barliq kechirmishlarini yettin yanisigacha qoldirmay to'liq aytib berdi. Bir kun savol so'roqdan keyin hamma ish oydin bo'ldi. Aslida Gulxon qo'shnisi tarafidan 120 ga telefon urish orqali doktorxonaga elib kelinib, jiddiy qutqizilgandan keyin kechda Kavsarning o'zi opasi kelib, Kavsarni o'zining ota-onasining uyiga olib ketgan. Ular ketgandan keyin uyda Kamila yolg'iz qolgan. Qiyirishqandak shu kuni qattiq bo'ron chiqib, chaqmoq chiqib, yomg'ir chilaklab quyilishga boshlagan. İşning tafsiloti aslida mundoq bo'lgan edi. Gulxon jiddiy qutqizishga kirib qolgan shu kuni to'yuqsiz qattiq shivirg'anliq bo'ron chiqib ketdi. Sirtki bo'ron to'xtamoqda yo'q, bog'on siri adab ketyotdi. Uyda yolg'iz qolgan Kamila qo'rqindan beshini yotqonga teximi bak ching o'rg'inicha g'al-g'al titrab ketyotdi. U ilgirimi onasining uyida mushundaq bir necha qitim yolg'iz qilib, o'zi yolg'iz yetib boqqan bo'lsa-mu, biroq bugungi ahvol ilgirkiga qat'iy o'xshamaydi. Ilgiri u yolg'iz yotganda hech bo'lmasa sirt tip-tinch, hech qanday g'ayri ovoz yo'q. Dadisi bilan onasi yerim kecha bo'lib ketsa-mu, bir amal qilib qaytib kelib, har holda uningga hamroh bo'ladi. Lekin hozircha onunğa hamroh bo'lgan birmi odam yo'q. Sirtki bo'ron to'xtamoqda yo'q, sharaq-shuruq, tarang-turung, qaras-qurus qilgan har xil qo'rqinchli ovozlarni chiqarib, boyqidimi bak qattiq chiqishga boshladi. Kamila yotqanning ichida kirpidak tugilib yotganicha ko'zlaridan mo'ldir yoshlar quyilishga boshladi. Tezroq uxlab qolsam yaxshi bo'ladi. Uxlab qolsam hamma ish o'tib ketadi. deb o'ylagan Kamila ko'zni shuncha yumgan bo'lsa-mu, qiyirishqandak ko'zga mit qilib uyqu kelgandek emas. Buni ozdab yuragining ansiz so'qib ketishlaricha. Duk. Yuragim qapsidan chiqib ketamdi nima? Nimancha qo'rqinchli. Nimancha sirli kecha bu. Canım appa. Nimishqana meni tashlab qo'yib ketgansiz-a?